Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomizda traktorlarga taqiladigan agregatlar to'g'risida, ularning baholari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, texnikalarning baholari hamda kanalimizda yangiliklar to'g'risida birinchilardan bo'lib xabar topib o'tirasiz. Motordan boshlasak, to'g'ridan-to'g'ri Belorussiya davlat Minsk zavodida olib kelingan yangi MTZ motorlarimiz. Hamma narsasi zbori turibdi. Dinamo, starteri, maxoviki, kompressori, hamma narsasi o'zida. 500 motochas garantiya bilan dokumentlashtirib beramiz. Bahosi 65 million so'm. Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 4 hamda 5 korpusli aylanma pluglarimiz. Juda mustahkam ishlangan. Surgan vaqtida bir dona o't qoldirmay hammasini 100% gömib ketadi. Aminang bellarida предохранительный bolt qo'yilgan. Nagruzkaga tushgan vaqti shu boltni uzib beradi. Boltni almashtirib yana dalshi ishlab ketaverasiz. Bu yerda yana razmerlarni o'zgartiradigan joylari bor. To есть 35, 30, 40, 45 sm buni o'zgartirib ishlatib bo'ladi. Balonini ham xalagan yeringizni o'zgartirib bilasiz. Xalasangiz bu yerda qo'yib ishlatib bilasiz. Bu pluglarimizning bugungi kunda narxi 4 korpuslisi 155 million so'm, 5 korpuslisi 205 million so'm. Yana bizda bu yerda 4 korpusli prostoy plugimiz bor. Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan. Bu plugimizning narxi 38 million so'm. 1.95lik diskoy kasilkamiz, keyin buni yana 1.65ligi bo'ladi. Biri 95'liki 42 milyon so'm, biri 65'liki 39 milyon so'm bo'ladi. Bu yerda keyin nurlarimiz bor. Bu tonnalik 23 milyon, 800 litrligi bo'ladi 20 milyon. Undan keyin 600 litrligi bor, 18 milyon so'm pul bo'ladi. Sterk 2000 Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan 6 santimetrdan 2,5-3 metrdan bu narsani urib medalab beradi. Universal narsa. Yok. 2 metr rastaniyani o'rib ketadi. Bu narsamiz kirpaltaraga nisbatan 2 barobar ko'p maydaliydi hamda silosini to'proq aralashtirmaydi. Bu yerda birinchi pichoq o'radidan hamda shineka tashab beradi. Shineka o'tiradidan bu yerda ikkinchi pichoqi izmilchitr keladi. Izmilchitr maydalab yuqoriga atib beradi. Bu narsamizning bugungi kundagi narxi 125 million so'm. 300 litrlik sadovoy aprezgivitellarimiz 35 milyon so'mdan. Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 4 metrlik 28 qatorli zernovoy selka. Bu selkamiz 80-100 kuchli traktorlar uchun prisepnoy bo'ladi. Undan yuqori 6 qo'shimli traktorlar uchun bemalol navoysini aytib ishlatsangiz bo'ladi. Bu selkamizda 2 bunker bor. Bir bunkerinde dori bo'lsa, bir bunkerinde tuxum bo'ladi. Sirazi bu tuxumini ham o'g'itini ham berib ketish xususiyatiga ega. Bu selkamizning bugungi kundagi bahosi 160 million so'm. Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan 555 press podborchikimiz. Bu press podborchikimiz ham sifati juda yaxshi chiqdi. Ko'p odamlar olib ishlatib turibdi. Bu podborchikimizning bugungi kundagi narxi 195 million so'm. Ushbu agregatlarimizni hammasini ko'rsatib o'tirsam vaqt cho'zilib ketadi. Shu sababdan hammasini ko'rsatib o'tirib bilmadim. 100 milliondan yuqori bo'lgan agregatlarimizni bemalol leasing asosida ham sotib olishlaringiz mumkin. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, ekran tagida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib bemalol tushunmagan savollaringizga javob olishlaringiz mumkin.